Olotni galokasini tiqatsa ekan, bu yoqda nasosga o'xshagan narsani kashaf qilib, pompalar, bunga katta qiladi. Nimaga bizni xalq bunaqa sodda? Nimaga bizni xalqni buncha aldash oson? Nimaga blogerlar va doktorlar ushbu ishlamaydigan desagan bo'laveradi. Hozir meni xeyterlardan Assalomu alaykum. Siz YouTube olamda Doktor M kanalini tomosha qilmoqdasiz. Sizlar bilan sizlarni shifokorlar Muhammad. Telegram kanalimizda onlayn va bepul konsultatsiyalar beryapmiz. Lichni konsultatsiyalar pullik. Bugungi mavzu juda ko'pchilikni qiziqtirgan va hozirda juda shov-shuvlarga sabab bo'layotgan, undan tashqari juda ko'p insonlar kommentariyada so'rayotgan pompalar haqida gaplashamiz. Xo'p, pompa o'zi nima? Pompa bu sun'iy vakuum hosil qiluvchi narsa desak ham bo'laveradi yoki sun'iy vakuum hosil qiluvchi bir apparat. Bunga yana ruchkada ko'rsataman. Olatni chala turgan holda yoki olatni solasiz ekan, u o'sha o'ziga sasat qilib, shunaqa chalankaga o'xshagan narsa ekan, turba bakalashganmi, nima u solib turib, bu yog'idan kachat qilganingizda, ash ichida vakuum hosil qilib olatni tortar ekan. Azizlar, sodda bo'lmaymiz. Men olatni katta qilish haqida rasmda, hattoki olat katta qilish vaqtida sizni holatingiz 0 ga teng bo'lishi mumkin. Ya'ni siz olatni katta qilaman dedingiz, lekin olatni haligi ligamentoktomiya qilgan vaqtda olatingiz tashqariga chiqmasligi mumkin va bu 0 darajada teng bo'lishi mumkin degan mana videoyimiz chiqib turibdi. Olatni katta qilishdan oldin doim aql tarozingizga qo'ying va shifokor bilan maslahat qiling deyman. Endi pompaga keladigan bo'lsak, buni foydasi bormi degan savolga menga hozirda Telegram orqali murojaat qilayotgan va hattoki qabulimga kelayotgan birodarlarning so'zlariga qaraganda pompadan hech qanaqa effekt olinmagan. Pompalar boyaga aytgandek sun'iy vakuum hosil qilib olatni tortish natijasida naborot travmalar hosil qilyapti hozirda. Oddiy misol pompa qanday ishlashi mumkin? Meni tushunishim bo'yicha, balki siz boshqacha tushungandirsiz, balki pompaning instruksiyasida boshqacha yozilgandir. Bir joyingizga pastani ursangiz yoki bunday qilib tortaversangiz, o'sha joyingizda gematoma, ya'ni qon talash yoki bo'lmasam travma hosil bo'lishining oqibatida ishadi. Ishiq sizga olatni katta qilganga o'xshashi mumkin. Yoki boyaga aytganimdek bo'lgan gematoma olatni bir qismini itarish oqibatida, shunaqa shishka hosil qilishning oqibatida sizda ishga layoqat va olatim katta bo'ldi deb o'ylashingiz mumkin. Olat pishcheristay telo va gubchatay telodan iborat. Undan tashqari olatda pishcheristay telo va gubchatay telo degan narsalarimiz bor. Ya'ni bu o'sha a'zoning to'qimalari. Undan tashqari olatga qon kelishi glubokaya dorsalniy arteriya, qon ketishi glubokaya dorsalniy venadan hosil bo'ladi. Va ko'pchiligi biladi, venani maxsus klapanlari bor. Venozniy klapani deydi. Shu qaytayotgan qonni orqaga qaytib ketmasligini ta'minlab berish maqsadida qon tomirni bunday qilib ishlab turadi. Endi siz ushbu pompani qo'ydingiz, tortdingiz uni majburlab, siz birinchi o'rinda qon tomirlarga zarar yetkazayotgan bo'lishingiz mumkin. Kimdir qon tomiri baquvvat, yaxshi, uncha yomon tarafi yo'q. Kimdir qon tomiri quvvatsiz yoki elastik, o'ta cho'zilib ketsa, joyiga qaytishi qiyin bo'ladi va olatdagi xudo ko'rsatmasin trombozlar, xudo ko'rsatmasin bo'lishi mumkin deb gapiryapman. Bo'lmasligi ham mumkin. Xudo ko'rsatmasin trombozlar, venozniy расширение yoki bo'lmasam xalq tilida aytganda olat varikozlari paydo bo'lishi mumkin. Ha, noto'g'ri gapirmayapman. Yana qaytaraman. Agar pompa olatni siz aytganingizdek Telegramda menga yozib tashlab, keyin bir oydan keyin uni effektini sezmaganingizdan keyin 1,5 santimetrdan 7 santimetrgacha uzaytirilganda, olatni 1,5 santimetrdan 7 santimetrgacha olatni uzun qilganda, unda biz doktorlar olatni operatsiyasi haqida gapirmagan bo'lardik. Va sizga 1 oydan 3 oygacha pompa yozib bergan bo'ladi. Azizlar, pompani effekti, meni shaxsiy fikrim, yana hozir menga kommentariyaga bangillatib o'rmanglar. Yo'q, почти 0 ga teng. Sizga 7 cm, 10 cm o'sishi pompada bu fantastik holat. Ya'ni siz agar sizga yaxshi reklama pul to'layotgan bo'lsa, PR qilayotgan bo'lsa, odamlarni aldamaganingiz ma'qul. Men shunaqa ro'y-rost gapiraman, lekin shaxsiy fikrimni gapirdim. Balki kimgadir o'sha vakuum hosil qilib olatni tortish oqibatida yoki vakuumda ichiga olatni qamab berish oqibatida kattalashgan bo'lishi mumkin. Lekin vaqtinchalik effekt bo'lishi ham mumkin. Chunki men yana qaytaraman, mana ushbu videomda olatni katta qilish videosida juda chiroyli qilib tushuntirib o'tganman. Pompaga alohida video olishimga sabab, juda ko'pchilik ushbu pompalardan hozirda internet tarmog'i orqali 100 mingdan 500 ming, 1 milliongacha bo'lgan summada sotib olib ishlatyapti ekan. Boshlab ishlayotgan vaqtda haqiqatan effekti zo'r, keyin bor effekt ham qaytib ketyapti. Yana qaytaraman, har qanaqa mahsulotni internet tarmog'idan ko'rona olguncha albatta
u shifokorga borib, urolog, androlog, seksopatolog yoki bo'lmasa terapevtlarga borib, maslahat qilgan holda, sog'lig'ingizga tajriba qo'ymagan holda to'g'ri lecheniya qiling. Undan tashqari, o'tgan videomda aytdim ChatGPT haqida. ChatGPT ga ham yozishganda pompani effekti yo'q deb pashti ChatGPT javob beryapti. Nimaga men ChatGPT deb aytyapman? Sababi juda ko'p insonlar ChatGPT ga hattoki analizlarni yuklab beryapti va ChatGPT sizga, sizning analizlaringizga qarab tashxis qo'yib beryapti. Ha, noto'g'ri eshitmadingiz. Shuning uchun har qanaqa holatda doktor bilan yuzma-yuz o'tirib gaplashib to'g'rilagan ma'qul. Qanaqadir egarlar chiqibdi. Mencha taxtami ichida nima borligini bilmay, jicha ustiga ko'ja urib, baliqqa o'xshatib, kapalakka o'xshatib qanot qilib qo'yib, o'shanga odamlarni o'tirg'izyapti. Prostata massaji deyapti. Haqiqiy prostatit kasalligini faqat shifokor davolaydi. Xo'p, azizlar, ikkinchi mavzu bu hozirda moda bo'layotgan insonlar ichida har xil sideniya egarlar haqida bo'ladi. Bu ham qancha rost, qancha yolg'on men bilmadim, kimgadir foyda beryapti, kimgadir foyda bermayapti, ixlos qilganlarga. Mencha taxtami u nima, u bir qattiq jismni ustiga ko'ja o'rab, uni bunday qilib yoniga qo'shimcha bargga o'xshagan, qanotga o'xshagan narsa qilib, shunga mashinaga o'tirib odamlarni o'tirg'izyapti. Tipakak ot mingandagi egarni effektini beradi. Hurmatli aziz vatandoshlar, otda постоянный impuls bo'lib, ot sizni ne только o'zini jismi bilan, ne ruhiyati bilan, harakati bilan, hattoki tebranishi bilan sizga quvvat beradi. Bu rost. Ikkinchisi, otdagi effekt siz постоянный mana bunday holatlarda ot minasiz. Mashinada o'tirib ketayotganingizni, qattiq jismga o'tirib ketishingizni o'zingiz bir tasavvur qilib ko'ring. Endi to'g'ri, siz immunash prostata beziga qo'yib balki yurgan bo'lsangiz, bilmadim. Lekin men hozirda 12 ta odam bo'yicha gapirdim. Immunash shu maqtab hozirda internet tarmog'ida portlatayotgan har xil tabiblar reklama qilayotgan ushbu prostatit sideniyasini birovga effekt berganini eshitmadim. Undan ko'ra jismoniy tarbiya, kegel mashqi, to'g'ri ovqatlanish, sport va sog'lom hayotga e'tibor bergan odamlar testosteron va prostatada muammo bo'lmaydi degan umiddaman. Endi undan tashqari nima uchun boshqa blogerlar bu haqida gapirmayapti? Chunki boshqa blogerlarni gapirgisi kelmayapti. Bilmayman nimaga. Lekin men gapiryapman. Mayli, menga tosh otinglar, boshqa qilinglar. Lekin haqiqiy prostatit kasalligini davosi urolog yoki bo'lmasam maxsus jinsiy a'zo kasalliklari bilan ishlovchi spetsialistlar aniq. Sog' bo'ling. Jinsiy a'zo kasalliklari bo'yicha ishlovchi spetsialistlar, androlog, seksopatolog, даже terapevtlar ham prostatit kasalligiga yaxshi yondashadi. Shuning uchun internet tarmog'ida, boyana pompani mavzusida ham aytdim, reklama qilinayotgan har xil yolg'onga ishonib, mana bunday otopar sideniya desa uni olib yoki pompa desa olib o'zingizni tajriba o'tkazmang. Yana qaytaraman, otda effektini mashinani sideniyasiga qo'yilgan narsa bermaydi. Unda birinchidan boyaga aytganda ot minganingizda qimirlash bo'lmaydi, ikkinchidan siz yumshoq sideniyaga qattiq jismni qo'yib o'zingizni travmalab olmang. Chunki otni beli qattiq bo'ladi, mustahkam bo'ladi va uning ustiga mustahkam qattiq egar qo'yiladi yog'ochdan yasalgan. Otni egarlab, juganlab, yuganlab uni minganingizda ushbu oyoq qo'yadigan maxsus moslamasiga oyog'ingizni qo'yib o'zingizni fiksatsiya qilasiz. Va sizda ushbu holatda haqiqatan imенно chof oralig'ining pastki qismi, ya'ni ko't teshigidan tortib moyaklargacha bo'lgan qism urilishini hisobiga prostata bezi massaji bo'lishi mumkin. Yana qaytaraman, otni egarli yoki egarsiz minishingiz ham albatta prostata bezingizga qanchadir foyda bo'ladi. Asosiy prostata kasalligini yana qaytaraman, mutaxassislarga borib uchragan holda davolaning. O'zingizni ustingizda, sog'lig'ingiz ustida tajriba qo'ymasdan va noo'rin narsalarga pul sarflab internet tarmog'ida xo'rasqan chet elniki desa yalab olmay, yotib yalamay, o'zimizni oddiy ota-bobolarimiz qilgan shifokorga borib, to'g'ri lecheniya qilgan holda davolaning. Kuningiz xayrli va barakotli o'tsin. Mendan xafa bo'lmaysiz degan umiddaman. Xayr, sog' va omon bo'ling.